Shunda 10-o'rindami Toshkent? 10-o'rinda Toshkent. Havoni kirligi bo'yicha 10-o'rinda turibdi. Bizni turgan joychi? Bizni turgan joy mana Toshkent shahar. Toshkent shahar mana hamma yoq qizarib yotibdi. Xo'p. Bizda sabzavotda eng toza havo 77 bo'lib turibdi. Ha, hozir bu changligida atak sal tozalansa undan ham past Eng bo'ladi. tozasi mana shu bo'ladi. Sabzavotda eng toza havo sabzavot mana hamma yoq ko'rgan o'zingiz. Mana biz turgan lokatsiya 77, havosi toza. Eng toza havo. Xo'p, bitta ma'lumot bering endi, necha sotuv bu? 206 sotuv. Xo'p, Xonalar soni 6 ta. 6 ta, pastda 2 ta. Celый podval. Aha. Tepada 3 ta xona, pastda 2 ta xona. Ha, mana bitta 2 ta xona. bir qavatli 2 ta xona. Yosh kattalar uchun hol bor, zal qilingan. Spalni. Ichida sanuzellargacha bor. Bu yerda bor. Buning ichida nechta общий sanuzeli? Buning ichida 3 ta sanuzel. Bo'l, bu yoqqa yozgi oshxona, kvadratura общий necha mana buni qo'shganimizda? Kvadraturasi 300 dan oshiqroq. 300 dan oshiqroq. Sabzavot, arkadan uyimizdan tagigacha necha kilometr? 800 metr. 1 kilometrga yetib bormaydi. Shunaqa. Xo'p, narxi. Narxini 140 ming qo'ydi. Xo'p, Ozgina o'tib beramiz. ozgina o'tib bering. Nima kiradi 140 mingning ichida? 140 mingning ichida tomlarini yopib beraman. Xo'p. Mana shu holatda bo'ladi. Suv oqib bermaysiz. Savolim. Suv oqilmaydi, mana shu g'ish holatida keladi, o'zi remontini bitirib oladi. Podключ ham qilib beramiz. Podключda уже narxi boshqacharoq bo'ladi. Lekin shu holatda kelib oladi, mana nollari qilib beriladi, to'g'rimi? Stashkasi qilib beriladi. Sabzavotda. Bo'l, 140 ming startoviy, ozgina o'tib berasiz. Bo'ldi, yes, okey. Xo'p.